Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism Uyg'urlarga munosabatlik muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Yaqında Xotan viloyatlik soqchi boshqarmasi maxsus belgilama tuzib, Xitoy o'lkalarida oliy maktab bitirib kelganlarni oldi bilan pasportlarini topshirmasa nopasqa olmasligini bekitgan. Uyghur Biz to'g'rining bu vaqtdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Xotan soqchilarining mazkur tuzumi Xotandagi bir qism yangi oliy maktab bitirgan yoshlarning turmush, o'qish planlariga buzg'unchilik xavf yaratgan. Uyg'urlarning pasport elishi yillardan beri turli to'salg'ularga uchrab keldi. Ishkirda o'qiydigan Uyg'urlarning shu joyning siyosatidan foydalanib, pasport elishi Uyg'ur elidagi bir qism yerlik doiralarni bearam qilgan. Ürümçi konsul ko'chasi atrofidagi Uyg'urlar ochgan bir qism savdo do'konlarining viviskilari Xitoycha xat kichik yezilib qolgan degan bahanda elib tashlangan. Biroq Uyg'urlarning do'konlaridan 500 metr neridagi Xitoylar ochgan do'stlik savdo do'konining viviskasida Uyg'urcha xat yezilmagan bo'lsa-mu, uningga cheqilmagan. Bu xil Xitoy do'konlarini ko'rmasga selib Uyg'ur do'konlarining viviskalarini elib etishga buyruq qilishdek ikki xil o'lcham Uyg'ur tijoratchilarining noroziligini qo'zg'agan. Uyg'ur Biz tor bekitining xalqaro tor betida e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda ilgari surishicha, Uyg'urlarning tijorat do'konlaridagi viviskalarning majburiy elib etilishi do'kon egalariga iqtisodiy ziyon elib kelgan. 1994 yılı Qarmayda yüz bergen 8 dekabr otapı taqida ishlangan Qarmay nomli film Mushu oyning başları Hong Kongda o'tkazilgan Xitoy tilidagi hujjatli filmlar festivalida oltin mukofot olgan. Mazkur filmning rejissyori Shushin Falun Gongchilarning Buyuk Era gazetining ziyoratini qabul qilib, Qarmay o't voqeasini Jungo jamiyatining kichikirtilgan ko'rinishi degan. Arada 18 yıl o'tgan bo'lsa-mu, dunyo esidan chiqara olmayotgan bu dahshatli voqeada nurg'un talantli Uyg'ur bolalarimi hayotidan ayrilgan edi. Voqeada 6 yoshdan 14 yosh oralig'idagi 288 nafar o'quvchi va 35 nafar o'qituvchi o'lgan. Voqeadan keyin Xitoy hukumatı ba'zi shaxslarni jazolagan bo'lsa-mu, biroq ota-onalar izchil norozilik bildirib keldi. Dünya Uyghur Qurultayı seshanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xalqaro fuqarolik va siyosiy haqlar ahdnomasi ma'qullanganligining 20 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoyni mazkur ahdnomaga amal qilishga chaqirdi. Bayonotda ilgari surishicha, Xitoy mazkur ahdnomaga qo'l qo'ygan davlatlarning biri bo'lsa-mu, biroq u Uyg'urlar masalasida ahdnomaga butunlay xilof siyosat yurgizgan. Bayonotda Xitoyning Uyg'urlarning diniy e'tiqodini cheklab, kishilarni qonuniy rasmiyatsiz o'lim jazosiga buyurganligi, Uyg'ur tilini chetga qoqqanligi, izdiraksiz yo'qotib etishni qonunlashtirganligi, diniy kurslarni bostirib, kishilarni qonundan olqib o'ltirganligi, Uyg'ur madaniyat bo'shigi Qashqarga buzg'unchilik qilganligi ilgari surilgan. Beijing Millatlar Universiteti o'quvchisi Atikam Rozining pasport iltimosining rad qilinishi Xitoy mikrobloglarida g'ulg'ula qo'zg'agan. Xinhua axborot agentligiga qarashli Yer shari vaqti gazeti 19 dekabr maxsus bu masala haqida maqola e'lon qilgan. Beijing soqchi doiralari Yer shari vaqti gazetida mazkur masalaga inkas qaytirib, Uyg'urlarga milliy kamsitish pozitsiyasi tutganligini inkor qilgan. Biroq Atikam Roziga nemishqa pasport bermaganligi haqida tafsiliy tushuncha berishni rad qilgan. Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasining yordamchi tadqiqotchisi Turg'unjon Tursun Jungoning pasport qonuni vatandaşlarga 15 kun ichida pasport bejerib berishni buyursa-mu, biroq Xanzola bilan boshqa osonliq millatlarga o'xshamagan o'lcham qo'yilayotganligini ta'kidlagan. 5-iyul Ürümçi vaqasidan keyin qo'lga ilinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Gulmira Imin va Mehmetjon Abdulla 2012-yil xalqaro so'z erkinlik mukofotiga erishdi. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tomonidan tasdiqlangan mazkur mukofot Gulmira Imin va Muhammadjon Abdullaga ularning besim va buzg'unchiliklarga tiz bukmay, so'z erkinligini qo'g'dash yo'lida bayroqtarlik rol o'ynaganligi sababidan loyiq ko'rilgan. Bu yillik fikr erkinlik mukofoti Xitoy davlat tavalligidagi Uyg'ur, Tibet, Mo'g'ul va Xitoylardan bo'lib jami 12 kishiga berilgan. Mukofot olgan 12 kishidan Gulmira Imin, Muhammadjon Abdulla qatorliq 7 kishi hozirmi Xitoy turmusida yotmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.